أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد الإنسان القدوة في ذكرى مولده tug'ilish xotirasidagi ulgi inson dedi. Qudva degan ulgayaki o'rnak. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki tug'ilish munosabati haqida aytmoqchi. عندما بعث محمد الإنسان حاملا معه رسالة الرحمة للبشر جميعا محمد صلى الله عليه وسلم bunun tabiati haqiqiy inson. Qur'on Karimda deydigan basharun yuha ilayya inson bo'lgan, ya'ni bu Isoni iloh deb olganni bunda ishlagankan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo so'zlagan bo'yicha inson deymiz, lekin payg'ambar mush inson bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz evatilgan chaqda hamilan ma'ahu risalatur rahmatil lil bashari jami'an butun insoniyatga rahim shafqatlik mehribonlik elchiligini elib kelgan vaqtida dedi. Bütün insoniyatga rahim shafqat mehribonlik payg'ambarligini o'zi bilan birga elib avatilgan chaqda Muhammad sallallohu alayhi vasallam lam takun hadhihi al-mabadi wal qawaid allati tadammanatha hadhihi ar-risalatu al-ilahiyya mush ilahiy payg'ambarlik, yani ilahiy elchilik, yani Alloh taolo tarafidan avatilgan mush elchilik yoki mush vazifa desak, risala deganni vazifa desak bo'ldi. Mush payg'ambarlik o'z ichiga olgan prinsip va qoidalar lam takun li fatratin min az-zamani ma'lum bir muddat zamonga ya ma'lum bir bosqichga xos emas edi. Avli marhalatin min al-marahil yoki bosqichlardan birasiga xos emas edi. Balki li kulli al-azminati balki bütün zamonlar uchun, ya'ni qiyomatga qadar bütün zamonni o'z ichiga olgan payg'ambarlikdir. Va li kulli marahil hamma bosqichlarga o'xshash ishlaydigan payg'ambarlikdir. Zalika anna rahmatal xoliqi innama hiya rahmatun mumtaddatun ma'az zamani unda bo'lishida zalik degan unda bo'lishida yaratquchininki rahmati amaliyotda u innama hiya degan haqiqatda amaliyotida u rahmatun mumtaddatun ma'az zaman zaman bilan tang shunda billa ma'adigan billa bo'ldigan so'zlab ketadigan rahim shafqatdan iboratdir. Qachongacha esa ila an yalqahul basharu jami'an yawmal hashr mahshargohda to'plangan shu kunda butun insoniyat Alloh taolo Parvardigori bilan uchrashadigan vaqtga qadar zaman bo'yi billa bo'ldigan rahim shafqatdan iboratdir. Yawmal hashr degan ya'ni yawmal hisab hisob kitob qilingan kuni waqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli degan hadisda va kana ar-rasul yub'athu ila qawmihi khassa va bu'ithtu ila an-nas kaffa men butun insoniyatga avatildim, hatta inson va jinlarga avatildim. Ham Qur'on Karimda xotaman nabiyyin deb payg'ambarlarning tuvangisi va ma arsalnaka illa kaffa shunama kaffatan lin-nas ma va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin butun insoniyatga bo'lgan ekan tuganchi payg'ambar butun insoniyatga avatilgan ekan qiyomatga qadar bo'lgan payg'ambar kelmaydi. Mush payg'ambar ilkagan hidoyat va rahim shafqat uzun zaman davomlashadi demakchi. Va ala mada sanawatin tawilatin min al-kifah al-marir uzun yillar bo'yi davomlashgan achchiq kurash jarayonida kifah degan kurash degan bo'ldi. Gitlerning kitobi kifahiy mada degan ala mada sanawat marir degan achchiq va muvajahat al-qasiyah nayt qattiq yoki shiddatli qarshilashlardan keyin demakchi. Va muvajah degan qarama-qarshi yuzlanish, qarshilashish vajhidan kelgan yuz. Ma'al mushrikin va yahud, ya'ni yahudilar bilan mushriklar bilan shiddatli tutishlardan keyin waqafa ar-rasul az-za'im sallallohu alayhi vasallam sulban amama kulli ma tawaqqa'a min tahaddiyat o'zi yuz berib qoladi deb faraz qilgan hamma xiris
ve tehditlarının aldıda tahaddiyatni biz o'tgan xris yoki maydonga chaqirishgandek tafsir qilgan. Turlik o'z mo'ljallangan faraz qilgan bo'lib qoladi, ehtimol bor degan xrislarning hammaning oldida mushu rahbar bo'lgan payg'ambar mazmut turdi dedi. Solban degan mazmut turdi. Po'latdak turdi demak. Zaim degan lider, rahbar, dahi demak. غير متهاون مع نفسه أو مع أهله أو مع صحابته üzülen yaki aile tababat bilen yaki hemralar bilen ev ma atba'i yaki ergeç küçüler bilen boşanlık kılmagan halatta mezmut tude demek. Yani şunu hemralıkta mezmut tude demek. Mutahavun degan misal qilgan boşanlık qilgan emas. فهو قد حمل رسالته وحمل أمانته فمشى demek o özünün peygamberlik vazifesini götürüp geldi. وحمل أمانته أمانتنا götürüp geldi. واختير من بين البشر جميعا ليبلغهم الرسالة أمينا عليها. Bütün insanların arasından insanlara aş peygamberlik vazifesini yetkiziş için aş amanet tapşırılgan işençli zat süftüden tallan dedi. وَيَدَعُ الْأَمَانَةَ أَمَامَ الَّذِينَ تَاهُوا فِي مَعَالِمِ الْجَهْلِ وَالْجَاهِلِيَّةِ دَاعِيًا إِيَّاهُمْ إِلَى الْهِدَايَةِ Cehalet ve cahiliyet yani İslam'dan ilgiriki nadallık kaldığını cahiliyet deniz. Cehalet ve nadallık ve İslamiyet'in ilgiriki aşu cahiliyet yol körsetmeleri sayesinde gangirap kalgan, tınırkap kalgan ve izip ketken aşı kişilerinin aldıda amanetini cayga yetkizip ularını hidayetke çağırış üçündür. Tehu degan izip ketken. Endi to'g'ri İslamiyet olsa bilim, hidayet muhit olib qolsa, buni to'g'ri ko'rsatmalar bor. Yani mayol maqsad falan yerga bordi. Mayol maqsad falan yerga bordi degan yo'l ko'rsatmalar bor. Ma'lum bilan yo'l ko'rsatmasi. Shu ma'lum fi tariq deymiz va jaholatning xato yo'l ko'rsatmalarda ezib ketganlarga amonatni yetkazish uchun va ularni hidoyatga chaqirish uchun insonlarning arasidan o'sha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tanlangan. Va ila siratul mustaqim, yana to'g'ri yo'lga ularni yetaklash uchun. Sa'iyan ila gharsir risalati fi qulubihim. Ularning dillariga ay payg'ambarlik ilib kelgan ash hidoyatdan iborat bo'lgan iymon va islomni, islom ko'chitini tikish uchun harakat qilgan holatda avatilgan edi. ليؤمنوا بها عن التناع لا عن نفاق. Aş peygamberlikке, aş hidayetke, aş cahiliyet kişiler, insanlar öz kanaati bilen iman etiş için, münafıklık kılıp iman etmey, öz kanaati bilen doğru iman etiş için evatilgen. ذَلْكَ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ لَعْنَ الْمُنَافِقِينَ. Yani için münafık iman etiş için emasıdır. Çünkü Allah Teala münafıklarga lanet kılgan. وَوَضَعَهُمْ فِي مَصَافِ أَعْدَاءِ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَعْدَاءِ الرَّحْمَةِ Münafıklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ve rahim şefkatinin düşmanlarınınki katarda sızgan dedi. Katarda koygan münafıklarını. وَلَمْ يَكُنْ أَمَامَ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَّا طَرِيقٌ وَاحِدٌ لِتَحْقِيقِ هَذَا الْإِقْنَاعِ وَالْوُصُولِ بِرِسَالَتِهِ إِلَى أَعْمَاقِ الْقُلُوبِ لِتُرَسِّخَ فِيهَا وَتَمْتَدَّ مَعَ الْأَجْيَالِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللّٰهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا Kişilerini muşu hidayetke, muşu imanğa, muşu peygamberlikke kanaatlandırışının vücudka çıkışı üçün fakat bir yoldan battı muşu peygamberinin aldıda dedi. وَالْوُصُولِ بِرِسَالَتِهِ إِلَى أَعْمَاقِ الْقُلُوبِ Aş peygamberlikini dillerin en çoğunqırısıga, en tigiye yetkiziş için bir yolu attı. لِتُرَسِّخَ فِيهَا Bununda müstakem örüntüsü için وَتَمْتَدَّ مَعَ الْأَجْيَالِ Evlatma evlat bu kanaat davamlışı için dedi. Kaçan açardı? Ta ki Allah Teala bu ziminle miras ağın kadar insanlar hem tügep
Dünyadan kitap yani zaman Allah Teala'ga kalgan kadar yani kıyamet olan kadar demek. Ve men aleyha zaman ve zamindeki hem münasır Allah'a kalgan kadar. Yani insaniyet tükengen kadar demek. Hâzâ tariqu huve en yekûnel kudve. Yani şularını kanaatlandırıp hakiki Müslüman kılışının birden bir yolunu bitti. Hakiki ülgü ulaş yolitleri. وأن يكون المثل الذي يحتذى في الشدائد والملمات والتحديات. Türlü hırslar ve külpetler, mülimmat diyen beşe gelgen külpetler. Ve şedait diyen şu kıyım külpet, kıyım küller demek. Bu şunda kıyım şeraitte, külpetlerde hemmesi ergişidiğen âli örnek buluşu şu birden bir şarittir. El-kudve, el-metel, sıbırget. Örnek yaki ülge. فَلَا سَب۪يلَ لِإِقْنَاعِ النَّاسِ بِالِحْتِمَالِ. Çünkü kişilerine ihtimal gen çıdaş. Çıdanla da kanaatlandırışa yol yok dedi. Kanaatlandırıp boğulu bulmaydı dedi. وَتَقْدِيمُ التَّضْحِيَةِ. Fedakarlık kılınla, kurban bırakınla, çıdanla, tepla. وَالْكِفَاحِ مِنْ اَجْلِ رِسَالَةٍ مَا. Ma'lum bir vazife, ma'lum bir peygamberlik için çıdanla, küreş kılınla, kurban bırakınla deplan kanaatlandırışka bulmaydı dedi. İlla yekuna emamahum hakatlam aşk kişilerinin aldıda ve ala rasihim ulardan beşide men yuqaddimu lahumul qudve ulağa ülgü bulap birdiğen bir kişi bolsa andın ularını kanaatlandırış mümkün. Özü ülgü bulmaydı. Asıl çıdanla, fedakarlık kılanla, Allah yolu ulanla, depkoya şolurlan bu kişiler kanaatlanmıyor. Hem işte özü başlayıp verse andın başkaları ergeçiyordu demek. وأن يقودهم بها إلى طريق التضحية إلى طريق الرحمة إلى طريق المحبة إلى هدف الأمان والاستقرار بها يناشب بالقدوة المج بالقولاش أرقلاء insanlarını fidakarlık yoluga, rahim şefkat yoluga, söygü muhabbet yoluga, hatırcamlık ve muqimlik yoluga başlap mansa andın işler kanaatinde. Ve fi evvel merratin وقفت فيها أمام قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم زائرا. Ben dərslik qılıb aş esil peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabrisinin aldıda ziyaret kılıp turgan vaqtimda intabani şuurun garib. Bana galati bir tuygu kep qaldı dedi. İntaba degan shuna bir kep qaldı. Shunda bir his tuygu qabul oldu mana. Qanday galati bir his tuygu desa, şuurun bir rahbati. Rahba degan qo'rqinchdek bir xil tuygu. Vel ihsasi bi anna waqfati hadihi innama hiya amama insanin lam yajud az-zamanu bimithlihi. Lam yajud, lam yajid mesela, lam yajud. Korkunç duygusu, yoki hayvat desek rahbar yani, hayvat duygusu. Ve mening ushturishim butun zaman uningga o'xshash yana bir insonni chiqarib boqmagan degan tuyg'u qabul oldi dedi. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrisining oldida turgan vaqtida bir xil hayvat ya survesib ketibdi buni. Yana tarix bo'yi mush qabrda yotgan mush zotdek yana bir inson chiqib boqmadi demak. Shunda bir misli yo'q bir insonning qabrisining oldida men degan tuyg'u meni qabul oldi. Lam yajud degan yani asl sehliq dedi-ku, jada yajudu. Shunda bir katta insonni zaman chiqarib boqmagan, yani bizga ato qilib boqmagan, berib boqmagan. Mard sehni al-Jawad deymiz. Yani lam yajid deb qo'yilganda lam yajud insanın أمام إنسان جعله الله قدوة للبشر. Şuna bir insan ki bu Allah Teala bu insanı bütün insaniyetin ulgusu kılgan ve emarahu bi en yuhaddida lahum ala madal a'wam allati hamala fiha al-amanata al-khatt al-fasila bayna al-khayr ve şer. Ve aş peygamberine, aş ulgu peygamberine buyurgandır dedi. Nima qilishda?
Aş amanatni ko'tarib yurgan yillar bo'yi insonlarga yaxshilik bilan yomonlikning o'rtadagi fasil siziqni ko'rsatib turishga buyurgan. Baynal iqtirobi minallohi val ibtiadi anhu. Alloh taologa yaqinlashish bilan yiroqlashishning o'rtadagi fasil siziqni bayon qilib berish. Baynan najahi val fashal. Muvaffaqiyat qozonish bilan muvaffaqiyatsizlik o'rtadagi siziqni bayon qilishga buyurgan. Va huwa fi sabilil usuli ila rasmi hadal khatl fasil tahammala va sabr. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning amrini ado qilish yo'lida mushu fasil siziqni insonlar sizib berishga yetish yo'lida tahammala va sabr nurg'un aziyatlarni tatgan va bardoshlik qilgan chidigan bo'lgan. Vajahada va intasar va tirishchilik ko'rsatgan, jihad qilgan va nusrat qozongan, g'alaba qilgan. Va qawama va taghallaba ala kulli igra'in va taqobil turgan, qarshilik ko'rsatgan. Qawama degan taqobil turdi, qarshilik ko'rsatdi. Va taghallaba ala kulli igra. Har turli qiziqtirish va u ham bilan tartish, jalb qilishlarga qarshi g'olib kelgan deydi. Mesela sizini padişah böyle padişah oğun olsa ya ki pulcuk parayla emmelerin bay oğun ya kalıgan kızların epreyle de ne bakın Mekke müşrikler. Şu İslam dini teşvikatını taşlayan bizdigin anlatıp birleri de bakınız. Şu çağdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahi lev vada'u şemsa yemini vel kameran yasari ala en etruke hadal amr ev ahlik dunahum ma terektuhu. وقدم القدوة التي جعلت الناس يؤمنون برسالته. Kişilerini aşının peygamberliği işindiğen, kırıldıgan ülgüne sundu kişilerine. Ve yusaddikuna davatahu. Bunun teşvikatıga, çakırıklığı işindiğen, kırıldıgan ülgüne sundu. Ve yendefi'una ilal iltifati havle. Ve bunun etrafıga oluşta yugurib boradigan, g'ururni o'lishilgan, qiladigan ulguni sundi. Va yatasabaquna ila al-istishhad min g'ayri tatallu'in ila magnamin aw matma'. Ya ol g'animat, ya bir tama qilib bir narsaga erishishni ko'zlash, unda ish faqat bo'lmagan holatda shahidlikni talab qilish uchun bir-biri bilan baslashadigan, qiladigan ulguni sundi kishilarga. Matma degan tama qiladigan bir narsa. Mag'nam degan o'lji g'animat oladigan narsalar. Ya'ni haqiqiy ulgu bo'ldi demoqchi. Zalika bunda bo'lishi lianna Rasul sallallohu alayhi vasallam aqna'ahum bil qudra. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni ulgu bo'lish yo'li orqali qanoatlantirgan ular. Nimaga? Bi anna al hayata za'ilatun. Bu yashayotgan hayot yo'qolib ketgan hayot. Yani fani hayat, vaqtliq. Ve ennema nuaddihi bi anfusina ve li dinina xilala fatratiha. Muş hayat muddatida o'zimiz uchun va dinimiz uchun biz qiladigan va sunadigan narsa bu hayotningki muddatan qasiratun kanat aw tawila. Qisqa olsun, uzun olsun. 10 yil, 20 yil, ba'zi 30, 80 yil, 60 yil bo'lishi mumkin. Muş hayat muddatida biz o'zimiz va dinimiz uchun qiladigan, sunadigan ish va xizmatlar innama hiya min ajli hayatin abqa. U faqatla texmo mangu qoladigan, texmo uzun davomlashadigan bir hayot uchun ekanligini va na'imin daimin muqimin 'indal xoliq. Yaratuvchining huzurida muqim bo'lgan, davomlashadigan bir ne'mat uchun ekanligini. بقدر ما نؤديه في الحياة من عمل طيب. Bu hayatında qanchalik aşında islohiyat bo'lsa, biz hayotimizda qiladigan yaxshi ishlarningki qancha miqdori katta bo'lsa, shuncha katta mangu hayotga erishish uchun ekanligini bayon qilib, ularni qanoatlantirdi. فالرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün peygamberligide qad rabata beynel hayati vel ahire hayat bilan ahiretni bağlagan ve ennel ula yessebilu ila thaniye birinci hayat yani dünya hayatı ikinci hayatın yolu
deb bağlagan. Bima fiha min thawabin va azab. Yani ikinci ayette savabba ve azabba. Thumma taraka lil bashari an yahtaru. Ondan insanlarga tanlash yo'lini qo'yib qo'ydi dedi. Va yuqarriru li anfusihim ma yasha'un. Va o'zlari uchun xohlaganlarini qaro qilishni o'zga qo'yib qo'ydi. تذكرت ذلك كله في أول زيارة للرسول صلى الله عليه وسلم في قبره. من مشو مجموعنا همنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره دسلب زيارة قيام وقتنا عشان همنا بر أسلب أتم ما كلامنا أتم مش قبله. وعندما عدت إليه في زيارات أخرى كينك ختم لادا قايت زيارة قيامنا قاقدن زيارة قدم ليد كين ختم لا زيارة قيامنا كنت أشعر بأحاسيس أخرى يعني başka his duyguları boğandım. أحاسيس اختلطت بالخجل والألم والقلق والتمزق. Bu hissiyatlar hicalet bilen, azaplanış bilen, bir aramlık bilen ve tutup temazzuk degan da tutup ketiş bilen ayrılışıp ketken his duygular dedi. La li'anni ibta'adtu 'anil iman bi risalatihi. Bu ökünüş, azaplanış, içiniş, muşunda tuyguları benim peygamberliğe işenmey, ya ondan jiraklaşıp ketken, ya günah masiyatını kaplavalıktan bu cihetten emas. Ve innema li'anni ara amamel beşer cemiyan at-tariqa ilen nur. Fakat Allah bu hissiyat nemeden kelgense, bu ameliyette muşunda bir ahvaldan kelgen. Yani biz aldığımızda, biz insaniyet, insanlar, hemmimiz aldığımızda hidayetke ve nurga yeteklediğin bir yolunu körep turvatımız dedi. Ve ma'a hâzâ, şunda turguluk, fe innana ne'bâ illa en na'işe fid-dalal. Şunda turguluk, biz yana lan karanlıkta yaşasam buldu dep bu hidayet yoluga unumay baş tartmaktımız. Ve ara amamana, bizden aldığımızda körüvatımız. Biz yani bütün insanlar aldığımızda körüp turuptıman. Tariqas salam, tinchlik yo'lini. Va ma'hada na'ba illa ikhtiyara as-subul al-mu'addiyati ila at-tadahhuni wal kirahiyati wal haqq. Tinchlik yo'lini shunda ko'rib turibman. Lekin shunda turug'liq faqatlam adolat va nafratlanish va kiranmaslik haq demasdan. Aslında ziddiyat, düşmanlaşışga ilib boradigan yo'lni tanlashdan boshqa narsa qilmaymiz. Yani muşa qilsam bo'ldi, urussam bo'ldi, tutsam bo'ldi, bir-birimizni qirsa bo'ldi deb shuni qilmaymiz, boshqa qilmaymiz. Va ara ma'ana kullul bashar, yana biz yani bütün insonlar oldimizda shuni ko'ryapmanki, tazahuman havla manafi'id dunya, dunyoning manfaatlari atrofiga katlish. Hammadan şey oluşup besqilib ketdi. Ve nangamisu fiha bil inhirafi vel fasadi. Aşınında dünyanın menfaatlariga yo'ldan chiqish va buzuqchilik bilan ashunga cho'kib ketamiz. Nangamis. Cho'kib ketamiz. Baynama Rasulul Karim sallallohu alayhi vasallam qad tahammala fi sabil iqna'ina. Aşı esil payg'ambar bizni qanoatlantirish yo'lida bilibda'ada amdak aşınından jirak turunlar deb qanoatlantirish yo'lida kulla sa'ada vel vaylat bütün qiyinchiliklar va azab uqubat aşın hammani tortgan va ko'targan chidigan deydi. Vayl degan azab. Thumma nasina ma qaddama lana. Ondan aşk esil payg'ambar bizga taqdim qilgan narsani unutib ketdik. Va tahammala fi sabilina. Bizni shunday hidoyatga boshlash yo'lida tortgan aziyatlarni biz unutib ketdik. Va ara amamana kadalika amamal bashar jiman. Yani biz bütün insonlarning oldimizda shuni ko'rib turibmanki, at-tashri'at allati tuwaffiru lana kull aman wa itminan. Bizga to'liq xotirjamlik va aminlikni to'liq beradigan qonun tuzumlarni ko'ryapman. Tashri'at degan qonuniy belgilamalar. Va ma hada shunda to'liqlik fa innana nusirru ala al-ibti'ad anha. Biz ashundan jiroqlash
da çıng turimiz deydi. Zaz jiraqlasam bo'ldi, buni qilmasam bo'ldi deb turimiz. Lil bahthi an tashri'atin jadidatin. Yangi bir boshqa bir belgilemelarni izlab, boshqacha bir qonun olsa ekanda, shuni ko'yib Allah belgilab bergan shariatdan va Rasul yetkazgan shariatdan jiraqlashga belbog'lab chim turamiz. Va sunanin mubtakiratin va yangidan paydo qilgan bir yo'llarni izlaymiz. Qadat bu yangi belgilemeler insonlar o'zi paydo qilib olgan qonunlar qadat va taqudul bashariyata insoniyatni burunmi shunda boshlagan va hozirmi boshlatadi deydi. İlal fawda qattaraqchilikqa fawda degan qattaraqchilik val halak halakat val ananiya shaxsiyatchilikka boshlab kelgan va boshlab kelyotdi. Wa sa'altu nafsi fi akhir marratin zurtu fiha qabr ar-rasul sallallohu alayhi wasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabrisini ziyorat qilgan oxirgi qitimda men o'zimdan shunda so'rab baqdim. Wa hadhihi al-ahasis tadghatu ala sadri wa qalbi wa lisani. Mush tuyg'ular, quruq tuyg'ular maydonga besim qilyotdi dedi. Va yuragimga besim qilyotdi va tilimga besim qilayotgan holatda men shunda o'zimdan so'rab baqdim. Sa'altu nafsi, limada nima shunda bo'ldi? Va kayfa? Wa ma huwa as-sirr? Qandaqsiga bunda bo'lib qoldi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga shunda islom qonunini yetkazsa, biz nima uchun boshqa qonunlarni izlaymiz? Bu qonunlarni tashlash uchun qilmaganimiz qolmaydi. Bu sir nima zodi? Nima ish bu? Nima uchun bunda bo'ldi deb o'zimdan so'rab ketdim. ولم أتعب في الحصول على إجابات لكل هذه الأسئلة. مش سؤالlarning hammaga javob topishda men charchab ketmadim, asallam topdim. ولم أجهد نفسي في تصوير ما وصلنا إليه في كل الأزمنة. Bütün zamanlar, bütün muş asrlar içinde biz yetib kelgan muş vaziyatni, muş ahvolni tasvirlashda yoki baholashda jafo tortib qolmadim men. فإن الشعوب جبادتنا نمشي çünkü bütün halklar قد فقدت القدوة وضلت الطريق. Çünkü kişiler yaxshi ulgu oldigan oliy o'rnakni yo'qotib qo'ydi. وضلت الطريق yo'ldan adashdi, azdi. وتباعدت عن نور الإيمان. İman nuridan yiroqlashib ketdi. وعدت أسأل نفسي سؤالا أخيرا. Men o'zimning oxirgi bir savolni so'rash uchun yana qaytdim. Yani qaytdim o'zimning oxirgi bir savolni so'rdim. Va kayfal xalos min hada kulli? Shundan hammadan qanday qutulamiz? Qanday qilsak qutulamiz deb so'rab baqdim. Va wajadtul javaba fi du'ain. Du'a ismidimi? Ana bu javobni men bir duodan topdim dedi. İrtifa min şahsın raka'a ila janibi. Mening yanımda ruku qilgan bir kishidan raka'a ila janibi ruku qilgan va namoz o'qiyotgan, sajda qilayotgan kishi demakchi. Yenim turib ruku qilib namoz o'qiyotgan bir kishidan chiqqan bir duoda bu savolning javobini topdim. Va kana yuraddu fihi bu duosida menda deb takrorlaydi. Allahumma khussani minal mu'inina al-mu'inin degan yordam beradiganlar. Ta'ana yu'inu. Yordam beradiganlarni menga xos qilib bergan. Men bilan aralashgan, men ko'z oldimda ko'rib turgan. Anda men xoslamdir. Shunday kishilarni muyassar qilib bergan. Bu qanday kishilar esa malla yuzayyinuna li amrad dunya. Bu kishilar menga dunyoning ishini bek chiroyli ko'z ketmaydigan, dunyoga berilishga haydakchi bo'lmaydigan kishilar edi. Va yuzayyinuna li amral axira. Oxiratning ishiga meni qiziqtirgan, oxiratni chiroyli ko'rsatib, dunyoni chiroyli ko'rsatmaydigan kishilar, oxiratdagi jannatga erishishimga yordam qilgan kishilarni men xos muyassar qilib bergaysa deb duo qilib o'tgan. Va qad sadaqar rajul. Bu kishi rost aytgan. Ya'ni bizda hozir kam bo'g'ini ulgu masalasi. Haqiqiy ulgu ko'z oldimizda bo'lsa, u chaqda bizni yetaklab mangsa, biz shunga ergashsak, bizniki shu kashf tuyatdi demakchi. La yuzayyinuna bi amri al-akhir, aw yashtaski yuzayyinuna li amri al-dunya.
Bizimkide Allahümme kıssani minel mu'inin men la yuzeyyinuna li emrad dünya ve yuzeyyinuna li emral ahire. Kaç doğru? Madeste şemiyen lügat muan çizgi çıkmasken asanki. Mulimmat. Beşirkâgin külpekler. معنى كما بقولنا السلوك بس أنا منطقيا مغتمن. مغنم كيا وجا. مغتمن. مغنم. نيم. بقول يا مغنمن. يا مغنم. مغتمن. مغنمن ومطمع. غنيمة. غنيمة كيا. حشر يا موبق سيزلك. موبق يا سيزلك. مغلوب بلاش. يحتذى لجان يلقي خندقان. Aslında hidad gem udulur gem bu. Bak kaçın hidad gem çünkü mağbaylar mağbaydan mutan buldu. Yuhtadad gem men şuna o'xshash bo'lsam da ulgi qilgan ne de. وفي أول مرة وقفت في هذه التي ضمننا مرة وقفت فيها في هذه المرة. خلال الشداد gem. خلال عقلنا ما فترتها أشو مدة الشداد فترة مدة ثم جعلناك على فترة من الرسل فترة أرض مدة كفاح فرش ترشل مجاهدة اقتناع ديان قناعة لنش اقتناع ديان قناعة لندرش مثلا ما سنة قناعة لندرش ترشما كلمة أتجزاش كنامان سلالدن كلمة أتجزا bu iqtına oldu. Benim qiyğınım iqtına. Sizin qiyğalları iqtına. Aqna'tuhu faqtana'a. Taqna'a diyen şu qanaatlanmış. İnsaniyet'in dünyanın ibadet şu, dünyanın şöhretinin ibadet şu, şuna cemlaptı. Dünya birlik ketişer. Bütün dünyanın menfaatler etrafı vücuda toplanırız. Ahir şu olsa hiç kim yok. Allahu alem. Subhanallah ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.